Navoiy viloyatida ichimlik va og'ova suv xizmatlari sohasida amalga oshirilayotgan zamonaviy boshqaruv hamda raqamlashtirish bo'yicha respublika seminari tashkil etildi. Suv hayot manbai. Uni tejash, har bir tomchisidan samarali foydalanish bugun nafaqat iqtisodiy, balki ekologik ahamiyatga ega vazifaga aylanmoqda. Shu bois mamlakatimizda ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash, sohaga raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Navoiy viloyatida tashkil etilgan o'quv seminar aynan shu maqsadlarga xizmat qiluvchi amaliy maydonga aylandi. Unda suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati rahbariyati, hududiy suv ta'minoti korxonalari mutaxassislari ishtirok etib, ichimlik va oqova suv xizmatlarini zamonaviy boshqarish, hisob-kitob jarayonlarini raqamlashtirish va tizim samaradorligini oshirish masalalari muhokama qilindi. Navoiy viloyatida shu aqlli suv hisoblagichlar o'rnatildi. Ularni shu qolgan viloyat xodimlariga, qolgan o'sha mas'ul xodimlarga tanishib ko'rsatish, iste'molchilarga qanaqa qulayliklar yaratiladi biz tomonimizdan shularni o'rganib, qo'shimcha kiritib yoki qolgan viloyatlarda ham shuni tatbiq qilish bo'yicha yig'ildik. Ikkinchi masala suv ta'minot korxonasi nazoratchilarini yana ham o'sha ish samaradorligini oshirish bo'yicha o'sha GPS qurilmalarini o'rnatib, o'sha mobil ilova orqali ishlarni yengillik o'rnatish. Tadbir davomida amaliyotga joriy etilgan billing tizimida yaratilgan qulayliklar, nazoratchilar tomonidan foydalanayotgan mobil ilovaning imkoniyatlari yuzasidan tushunchalar berib o'tildi. Shuningdek, seminar davomida suv ta'minot korxonalarida debitor qarzdorlikni qisqartirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar hamda yuqori samaradorlikka erishishda qo'llanayotgan amaliy tajribalar yuzasidan fikr almashildi. Iste'molchilarning to'lov madaniyatini oshirish bo'yicha hozirgi kunda respublikamiz bo'yicha iste'molchilarga qulaylik yaratish maqsadida Telegram bot, shaxsiy kabinet va undan tashqari barcha elektron to'lovlar, elektron ilovalar orqali yurtimizning uzoq, yaqin, tog'li, cho'l hududlaridan turib xohlagan nuqtasidan, istalgan nuqtasidan turib to'lovlarni onlayn amalga oshirish imkoniyati yaratilgan. Bundan tashqari iste'molchilarimizdagi xonadonlardagi hisoblash ko'rsatkichlarini onlayn tarzda kiritish imkoniyati mavjud. Ta'kidlash kerakki, bugun Navoiyda suv ta'minoti sohasida raqamli transformatsiya, to'lov intizomini mustahkamlash va xizmatlar sifatini yaxshilash borasida samarali ishlar yo'lga qo'yilgan bo'lib, mazkur seminar esa viloyatda joriy etilgan ilg'or tajribalarni boshqa hududlarda ham ommalashtirish, sohaga innovatsion texnologiyalarni tatbiq etishga xizmat qiladi.